Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukrullayevna. Bugungi darsimiz anatomiya. Mavzumiz katta qon aylanish doirasining tomirlari, aorta va uning shoxlari. Mavzu rejasi: yuqoridagi ko'tariluvchi aorta ravog'i, katta qon aylanish doirasi, aorta ravog'i tarmoqlari haqida ma'lumot beraman. Aorta 3 qismga bo'linadi. Yuqoriga ko'tariluvchi aorta ravog'i va pastga yo'naluvchi aortaga kiradi. Yuqoriga ko'tariluvchi aortaning uzunligi 6 sm bo'lib, yurakning chap qorinchasidan chiqadi. Perikard bilan o'ralgan o'ng tomoniga yuqorigi kovak vena yotadi. Orqaga o'ng o'pka arteriyasi va o'ng bronx joylashadi. Yuqoriga ko'tariluvchi aortadan o'ng va chap toj arteriyalari boshlanadi. O'ng toj arteriya aortaning o'ng sinusidan chiqib, yurakning o'ng qulog'i tagida o'tadi. Orqa qorinchalararo egat bo'ylab yurakning ichigacha tushadi. U tarmoqlanib ketadi. Chap toj arteriyasi esa aortaning chap sinusidan boshlanib, yurakning chap qulog'i va o'pka arteriyasining orasidan o'tib, ikkita tarmoqqa bo'linadi. Uning o'ng shoxi oldingi qorinchalararo egat bo'ylab o'tib, yurak ichigacha boradi. Chap toj arteriyaning maydaroq tarmog'i bo'lib, toj egat bo'ylab harakatlanadi va chap qorincha oldingi qismini, qisman chap bo'lmacha devorlarini va yurak to'sig'ining oldingi yarmini qon bilan ta'minlaydi. Aorta ravog'i yuqoriga ko'tariluvchi aortaning davomi bo'lib, to'sh suyagi dastasining orqa tomoniga, chap bronxning ust tomonida o'tib, pastga tushuvchi aortaga o'tib ketadi. Aorta ravog'ining old tomonida ayrsimon bez va yog' kletchatkasi joylashgan. Aorta ravog'ining pastki tomonida kekirdakka, bronxlarga, qalqonsimon bezlarga ingichka shoxchalar boradi. Aorta ravog'ining qavariq tomonidan bosh, bo'yin va qo'lni qon bilan ta'minlovchi 3 ta yirik tomir chiqadi. Aorta ravog'i tarmoqlari: yelka, bosh stvoli, chap umumiy uyqu arteriyasi, 3-chap o'mroq osti arteriyasiga bo'linib o'rganamiz. Yelka bosh stvoli kekirdakning old tomonida joylashib, yuqori o'ng tomonga ko'tarilib, to'sh o'mroq bo'g'imining chegarasiga ikkiga bo'linadi. O'ng umumiy uyqu arteriyasida va o'ng o'mroq osti arteriyasida o'ng va chap uyqu arteriyalarida boshlanish qismiga bir-biridan farq qilinadi. Chap umumiy uyqu arteriyasi o'ng umumiy arteriyasidan uzunroq va to'g'ridan-to'g'ri aorta ravog'idan boshlanadi. Mana ko'rinib turibdi rasmda ko'tariluvchi, tushuvchi va ravoqlar ko'rsatilgan va uyqu arteriyalari ko'rsatilgan rasmda. Umumiy uyqu arteriyasi ko'krak qafasining yuqori teshigidan chiqib, yuqoriga qarab yo'naladi va bo'yin sohasiga to'sh o'mroq so'rg'ichsimon muskulning orqasida joylashadi. Umumiy uyqu arteriyalari hiqildoq va qizilo'ngach bilan yonma-yon o'tadi va qadoqsimon tog'ayning yuqori chetiga tashqi uyqu arteriyalariga bo'linadi. Tashqi uyqu arteriyasi yuqoriga ko'tarilib, quloq osti bezining to'qimasidan o'tadi va pastki jag'ning bo'g'imli o'simtasi sohasiga, oxirgi tarmoqlariga ajraladi. Chakkaning yuzi arteriyasi va yuqori jag' arteriyasiga bo'linadi. Yuqorigi jag' arteriyasi pastki jag' bo'yinchasining aylanib o'tib, chakka osti qadoqsimon tanglay chuqurchasiga qarab yo'naladi
va 3 guruh tarmoqlarga ajralib ketadi. Bu arteriyaning 3-guruh tarmoqlari quyidagi sohalarni: tashqi eshituv yo'lini, nog'ora pardani, miya qattiq pardasini, chakka pastki jag' bo'g'imini, pastki va yuqorigi jag'larning tishlari, endakning teri va muskulini, ko'z yosh qopchasini, yumshoq va qattiq tanglayni, burunning to'sig'ini, barcha chaynov muskullarini, yuqorigi labni, tanglay mushaklarini, bo'yinning ba'zi muskullarini va jag' terisini qon bilan ta'minlaydi. Chakkaning yuzi arteriyasi esa tashqi uyqu arteriyasining oxirgi tarmoqlaridan bo'lib, yuqoriga yo'nalib eshituv teshigidan o'tadi va chakka sohasini teri ostiga chiqadi. Bu arteriya peshona, chakka, tepa sohalarining terisini, tashqi eshituv yo'lini, chakka pastki jag' bo'g'imining kapsulasini, quloq oldi bezini, tashqi etish yo'lini, quloq suprasini qon bilan ta'minlaydi. Tashqi uyqu arteriya o'z yo'lida bir qancha yon shoxlari berib, bosh va bo'yinni, tashqi yuzalarini, burun og'iz bo'shlig'ini, qalqonsimon bezni, tush o'mroq so'rg'ichsimon muskulni, quloq oldi, so'lak bezlarini, yuzning chaynov, mimik muskullarini, yuqoriga pastki jag' tishlarini, miyaning qattiq pardasini, tashqi va o'rta quloqni qon bilan ta'minlaydi. Tashqi uyqu arteriyasining oldingi shoxlari qalqonsimon bezning ustki arteriyasi, til arteriyasi, yuz arteriyasi kiradi. Tashqi uyqu arteriyasining orqa shoxlari esa arteriyasini, quloqning orqa arteriyasini tashkil etadi. Tashqi uyqu arteriyasining medial shoxlarida halqumning yuqoriga ko'tariluvchi arteriyasi chakkaning yoqa arteriyasiga kiradi. Katta qon aylanish doirasining tomirlari. Aorta yurakning chap qorinchasidan boshlanadi. Aorta tananing o'rta chizig'idan chaproq joylashib, o'z shoxlari bilan butun organizmni qon bilan ta'minlaydi. Uning yuqoriga ko'tariluvchi qismining uzunligi 6 sm bo'lib, to'g'ri yurakdan boshlanadi. Aorta boshlanishda bir oz kengayib, piyozchani hosil qiladi. Aorta piyozchasidan chap va o'ng toj o'pka arteriyalar chiqadi. Yuqoriga ko'tariluvchi qismi chapga burilib, aorta yoyini hosil qiladi. Aorta yoyidan 3 yirik tomir, yelka bosh stvol, chap umumiy uyqu, chap umroq ost arteriyalarga chiqadi. Pastga tushuvchi aorta 2 qismga, ko'krak va qorin aortasiga bo'linadi. Mana katta qon aylanish va kichik qon aylanish doirasining sistematiklari ko'rsatilgan rasmda yurak ishlab turgan vaqtda otilib chiqayotgan qonning stvolik va minutlik daqiqa hajmlari ajratiladi. Odamning to'xtovsiz ishlaydigan yuragi arteriyasi bir kecha kunduzda 10 tonnaga yaqin, bir yilda 4000 tonna, umr mobaynida esa 300 000 tonna qonni haydab chiqaradi. Bu tonnalar yurakning har sistolasida yurakdan chiqadigan qonning hajmi 65-70 ml teng. Bu hajm sistolik hajm deyiladi. Odam yuragi tinch holatda 1 minutda 70-75 marta uradi. Demak, 1 minutda yurak 4,5 litr qonni haydaydi. Bu minutlik hajmini tashkil qiladi. Yurakning minutlik hajmi jismoniy faoliyat davrida 5-6 martaga ortishi mumkin. Masalan, katta qon aylanish doirasida arteriyada faqat arterial qon, venalarda esa venos qon oqadi. Kichik qon aylanish doirasida aksincha, arteriyalarda venos qon oqadi, venalarda esa arterial qon oqadi. Buning sababi shundan iboratki, yurakning chap tomonidan faqat arterial qon, o'ng tomonidan esa venos qon oqadi. Qushlarda esa sut emizuvchilardan qon aylanishdan 2 qon aylanish doirasida bo'linishi katta va kichik. Katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan boshlanib, o'ng bo'lmachada tugallanadi. Kichik qon aylanish doirasi o'ng qorinchadan boshlanib, chap bo'lmachada tugallanadi. Nazorat savollari. Qon aylanish fiziologik ahamiyatini tushuntiring.
Ikkinchi, qon tomirlar ichida aylanib yurishini nimalar ta'minlaydi? Uchinchi, yurak qanday organ? Katta va kichik qon aylanish doirasini ayting. Yurak bo'lmalari va qorinchalari faoliyati qanday bo'ladi? Oltinchi, yurak muskullarining formologik tuzilishi qanday? Yettinchi, yurak avtomatiyasi va avtomatiya markazlari tushunchasiga to'liq tushuncha bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz tugadi. Yanada yangi ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universitetini kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.